Bu statistika, bu biz o'ylab topilgan narsa emas. Bu praktikada boshqada qo'yilgan holatlar. Falon diyetani qilsam jigarimda yog'i ketadi, pismadon diyetani qilsam jigarim balo ham bo'lmaydi, o'rtoqlar, balo ham bo'lmaydi. Sal oshqozonni dorisini, yo bo'lmasa o'tni dorisini, yo bo'lmasa jigarni dorisini ichishdan oldin sizni psixologik holatingiz, ya'ni sizni ichki dunyoyingiz, yo bo'lmasa asabdan bo'ladigan holatingizni davolamasdan turib, mana bu sistemani davolab bo'lmaydi. Xoh siz uni ochlik bilan davolang, xoh siz uni massaj bilan davolang, xoh siz uni qanaqadir parhezlar bilan davolang, bu narsa oxirigacha tuzalmaydi. Hozir internet 90% musurdan iboratda. Agar o't yo'li jigarda muammo bo'ldimi, o'z-o'zidan oshqozon ichak sistemasida muammo bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli bemorlar. Doktor Saidov sizlar bilan. O'rtoqlar, bugun oshqozon ichak sistemasiga qaratamiz. Ya'ni shulardan eng ko'p uchraydigan holatlardan bittasi o't dimlanishi yo bo'lmasa jigarda bo'ladigan o'zgarishlar. Mana jirovoy gepatoz deydi, o'zingizlarimiz qo'yib beradi, jigaringizni yog' bosibdi. Yo bo'lmasa oshqozoningizdagi og'riqlar, oshqozoningizdagi eroziyalar, yo bo'lmasa qorinda umumiy bo'ladigan og'riqlar, mana bular hammasi haqida umumiy tushuncha beramiz. Shuning uchun diqqat qilamiz. Biz ko'p kasalliklarni har doim ham aytib kelamiz, hech qachon bitta kasalligingiz bitta oshqozoningizni o'ziga, yo bo'lmasa bitta o'tingizni o'ziga bog'liq emasda. Bu narsani organizmda bir mexanizm. Oldingi roliklarda ham aytganmiz, bu tanani Alloh tomonidan berilgan bir zavod deb hisoblashimiz kerak edi. Bu zavod ishlab turish kerak. Bu zavodni biron bir sexida muammo bo'lsa, demak butun zavodga ta'sir qiladi. Mana shunday oddiy jaydari tilda tushuntiraman. Shu uchun ham agar sizda oshqozon ichak sistemasi yo bo'lmasa jigar o't bilan bog'liq holatlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda bu narsani sabablari nima ekanligi, yo bo'lmasa bu narsa paydo bo'lgandan keyin oshqozon ichak sistemasi yaxshi ishlamagandan keyin qaysi sohalaringizga kasalliklar olib kelishlari to'g'risida gaplashamiz. Shuning uchun bir boshidan boshlaymiz. Endi qarang. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savollar, bu kommentariyaga kelgan savollar, o'sha o'tim qiyshayib qolgan, o'timda tosh bor, yo bo'lmasa o't dimlanish bor, jigarimda yog' bosgan. Bir boshidan kelamiz. Jigarimda yog' bosgan degan savollar qiynaydi. Endi buni bir zavod deb oladigan bo'lsak, bu jigaringizni yog' bosishi, o'tni dimlanib qolishi, yo bo'lmasam o'tda tosh paydo bo'lish mexanizmi aslida oddiy sabablarga borib taqaladi. Ovqatni palapartish yeyishingiz juda ko'plab gapirgan mana bu parhez yo'masa noto'g'ri ovqatlanish degan chiroyli gaplar, bular oxirgi darajaga tushib qoladi. Eng birinchi darajaga chiqadigan narsa bu sizni asab holatingiz. Ya'ni nima uchun oxirgi yillarda bu kasalliklar kuchayib ketdi degan savolga bitta javob bo'ladi. Hozirgi zamon insonlari o'ta asabiy, ya'ni ichki xotirjamliksiz yashaydigan insonlar. Nimaga bu narsani tushuntiryapman? Hayot tashvishi deymiz, jamiyatni tashvishi deymiz, bola chaqa, ro'zg'or deymiz, o'zimizga e'tibor bermaymiz. Har bir qadamingizda stress, har bir ishingizda stress, har bir oilaviy muhitingizda stress. Mana bu narsalar, kechirasizlar, organizmda, miyada shunaqa narsa hosil qiladi. Sizni stresslaringiz bu birov bilan janjal qilishingiz emas, imенно tizimda bo'ladigan har bitta stress, har bitta mana ko'nglingizni noxush qiladigan, ko'nglingizni behuzur qiladigan, ya'ni mana bu yeringizni qop-qora qiladigan tushkun kayfiyatingiz sizni birinchi navbatda o'sha o't va jigar sistemangizga, oshqozon ichak sistemangizga ta'sir qiladi. Birinchi o'rinda siz qilgan stresslar yig'ilib o'tdan chiqadigan, ya'ni jigardan chiqib boradigan va 12 barmoqqa ochiladigan yo'llar bor. Buni xaledix deydi va o't yo'llari deydi, umumiy.
yo bo'lmasa fan tilida gepatobiliarniy sistema. Gepato bu jigar, biliar bu o't, shu sistema, ya'ni o't va jigarga bog'liq sistema deyiladi. Bularni ishlashi to'g'ridan to'g'ri sizni stress holatingizga bog'liq. Mana birinchi ключевой narsa shu bo'ladi. Siz stress qildingiz, u yerda ochiladigan klapanlar bor. Ya'ni o'tdan ichakka tushadigan klapan bor. O't yo'lidan to'g'ri jigardan o't ishlab chiqadi, o't xaltada yig'iladi va kerakli paytda o't xaltada qisqarib, o'sha o't yo'li orqali ichakka tushish kerak. Ya'ni 12 barmoq ichakka tushish kerak bo'ladi. Ana shu 12 barmoq ichakka tushadigan joyini klapanchasi, mana sfinkter deyiladi. O'sha klapancha bekilib qoladi, ya'ni spazmirovat bo'lib qoladi. Spazmga tushib qolgandan keyin o'z-o'zidan o't kerakli vaqtda tushmaydi. Kerakli vaqtda tushmagandan keyin bu narsa sizni ovqatingizni parchalamaydi. Ya'ni keraklicha o't kislotalari sizni ovqatingizni parchalamaydi. Mana bu birinchi eng muhim narsa o't yo'llarida bo'ladigan, o'sha klapanlarda, sfinkterlarda bo'ladigan bekilib qolish holati butun o't sistemasida dimlanishni chaqiradi. Shu jumladan tosh yig'ilishi ham shu narsaga juda ko'pchilik foiz miqdorda bog'liq bo'ladi. Ya'ni ko'pchilikda o'ttosh kasalligi mana shu holatdan boshlanadi. Undan keyingi etap bu bir-biriga bog'liq bo'lganligi uchun ikkinchi narsa, siz agar stressda yursangiz, o'sha yuqorida aytilgan muammolar sizda bo'ladigan bo'lsa, oshqozon kislotasi yetarlicha ishlab chiqmaydi. Oshqozon kislotasi yetarlicha ishlab chiqmagandan keyin oshqozonni ichida kislota me'yorda bo'lsa agar, u kislota sizni ovqatingizni parchalashga tayyor turadi. Ya'ni o'sha kislota yetarlicha ovqatni parchala olmasa, ya'ni yetarlicha ishlab chiqa olmasa, tasavvur qiling, siz stress qildingiz, oshqozoningiz ham g'ijim bo'yotibdi-da. Oshqozoningiz ham g'ijim bo'lgandan keyin boynagi stressning oqibatida kislota yaxshi ishlab chiqmadimi? Kislota u boyna biz aytgan sfinkterda o'sha kislotaga qarab ochilib yopilish holati ham bo'ladi. Ya'ni ikkita holat bo'ladi edi. Reflektorna, ya'ni o'sha sfinkterda atrofida shunaqa hujayralar bor. Oshqozonda kislota paydo bo'lsa, yetarlicha bo'lsa va siz ovqat yegan paytda o'sha ovqatlar parchalangandan keyin unga miyadan signal keladi va u o'tni haydaydi. Ya'ni 12 barmoq ichagingiz o't kelib, bu yoqdan oshqozon osti bezidan fermentlar kelib, ya'ni oshqozon osti bezi suyuqliklari kelib, ikkinchi klapandan, ya'ni ikkita klapan bor. 8 ni tasavvur qiling, 8 ni ikkita tumaloqchasi bor. Ana shu yerda bir xil holatlarda ikkalasi birga, ya'ni o't yo'li bilan oshqozon osti bezidan keladigan klapan oldinma-ketin birgalikda ochiladi. 12 barmoq ichakka. Bir xil holatlar bo'ladi. Biz xirurgiyada ko'p ko'rganmiz. Ikkita отдельный sfinktercha bo'ladi, ya'ni teshikcha bo'ladi. O'sha ikkalasi bir-biriga chambarchas bog'liq bo'ladi. Agar bu yerda kislota yetarli bo'lmasa, o'z-o'zidan o't bu yoqdan kelmaydi, ya'ni sfinkter yaxshi ishlamaydi. O'z-o'zidan bu yerda oshqozon osti bezi yaxshi chiqmaydi, u yerda ham spazm bo'yotibdi. O'z-o'zidan sizni ovqatingizni parchalaydigan birinchi o'rinda kislota, pepsin, oshqozondagi suyuqliklar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda o't kislotasi, uchinchi o'rinda oshqozon osti fermentlari. Mana bular bir-biri bilan kelishgan holda ishlamaganligini sababi sizni psixikangizga bog'liq holati. O'sha sfinkterlarning spazmlariga bog'liq bo'ladi. Mana nima uchun o't qiyshayib qoladi? O'tingizni bo'yni qiyshayib qolgan ekan deydi. Buni fan tilida diskineziya, o't xalta diskineziyasi deyiladi. Ana shuning uchun ham elementarni narsalardan boshlanadi bu narsalar. Siz hozir agar psixika qilgan vaqtingizda, ya'ni asabingiz joyida bo'lmagan paytda baribir ovqatlanasiz-ku. Ovqat yeysiz. Ovqat yegandan keyin ustidan kola bilan yoki Pepsi bilan mukammal balchiq hosil qilasiz. Eng keraksiz narsani. O'zi shu turish ham sizda asabingizga bog'liq holatda sfinkterlar yaxshi ishlamayapti. Yana siz oshqozonda kislotasi kam bo'lib turgan joyda yana bir marta siz ovqat bilan uni peridozirovka qilasiz. Mana shu yerdan sizni ovqatni parchalanmasligi va u ovqat 12 barmoqqa o'tdi ham deylik, bir bola qilib o'tdi, 12 barmoqqa o'tgandan keyin qolgan ichaklarda aylanib, bijg'ib, sasib
o'shalarda ikkinchi etap sizda bo'ladigan qabziyatlar, zaporlar, mana bu narsalar yuzaga keladi. Tushunyapsizmi? Oshqozon ichak sistemasini to'g'ri ishlashligi uchun birinchi navbatda sizda asab sistemangiz to'g'ri ishlash kerak. Ikkinchi navbatda u sizni ovqatdan qilinadigan ishlaringiz. Agar sizda asabingiz normal ishlab turgan bo'lsa, agar umuman siz mana bu shunaqa insonlar bo'ladi, havasim ketadi. O'zbek tilida bamayli xotir, umuman dengizda nimani suv bosib ketsa ham ishi yo'q odamlar bo'ladi. Mana shu odamlar uzoq yashaydi va oshqozon ichak sistemasida umuman muammo bo'lmaydi. Shu uchun 10 ta kasal oshqozon ichak sistemasi yo'q, o'tida dimlanish, jigarda yog' bosish kasallarning 10 tasini analiz qiling. Shulardan ikkitaginasi sog'lom turmush tarzida yashaydigan, ya'ni asab qilmaydigan odamlar bo'ladi. 8 tasida hammasida asabida muammo bo'lgan odamlar bo'ladi. Bu statistika. Bu biz o'ylab topilgan narsa emas. Bu praktikada boshqada qo'yilgan holatlar. Endi bularni davolash qanday bo'ladi degan maqsadda именно mana biz doktorlar nima qilamiz? Oshqozon ichak sistemasini davolaydigan gastroenterologlarga boramiz, terapevtlarga boramiz. Mana bunaqa holatlar bilan davolaymiz. Lekin oddiy bir xil holatlarda shunday holatlar bo'ladi. Uni asab tizimini joyiga olib kelmasang, ikki dunyoda oshqozon ichak kasalligini davolab bo'lmaydi. Shu uchun mana bu narsalarni adekvatni tushirishimiz kerak. Mana sizga ko'pchilik bemorlar kelishadi. Falon diyetani qilsam jigarimda yog'i ketadi, pismadon diyetani qilsam jigarim balo ham bo'lmaydi, o'rtoqlar balo ham bo'lmaydi. Salgina o'zimizni kasalligimiz haqida oldin buni doktor, mana bitta doktor bunday dedi, ikkinchi doktor bunday dedi. Endi ko'p bu xalqning ichidagi gaplar bu narsalar. Shu uchun mana bu narsalarni salgina analiz bo'lishi uchun, oddiy bo'lsa ham sizlarga jaydari qilib tushuntirib berish uchun mana bunaqa videolarni qilib chiqaryapmiz. Shu uchun kimda mana shunaqa muammolar bo'lsa, birinchi o'rinda bu oshqozonni dorisini, yo bo'lmasa o'tni dorisini, yo bo'lmasa jigarni dorisini ichishdan oldin sizni psixologik holatingiz, ya'ni sizni ichki dunyoyingiz, yo bo'lmasa asabdan bo'ladigan holatingizni davolamasdan turib, mana bu sistemani davolab bo'lmaydi. Xoh siz uni ochlik bilan davolang, xoh siz uni massaj bilan davolang, xoh siz uni qanaqadir parhezlar bilan davolang, bu narsa oxirigacha tuzalmaydi. Mana bu narsani sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman. Hozir internet 90% musurdan iboratda, 90%. Endi majburmiz bizlar ham masalan internetlarsiz ishlab turganimiz ham yaxshi. No kimdir xalqqa bu narsalarni yetkazish kerak. Bizga o'xshagan hamma har xil o'zini versiyasida, o'zini yo'nalishida yetkazyapti. Baraka topsin. No, hammasi ham to'g'ri degani emas. Har bitta doktorni chiqib sizga aytadigan gaplari, mana bu sistemani mana bunday davolash kerak, mana bu sistemani mana bunday davolash kerak. Seni agar oyog'ing og'risa, mana bunday davolash kerak, beling og'risa bunday. Bu zavod biri-biriga bog'liq. Agar o't yo'li jigarda muammo bo'ldimi, o'z-o'zidan oshqozon ichak sistemasida muammo bo'ladi. Oshqozon ichak sistemasida muammo bo'ldimi, o'z-o'zidan sizni bo'g'imlaringizda muammo bo'ladi. Ya'ni bo'g'imlaringizda yallig'lanish, bo'g'imlaringizda yemirilish, bo'yinda grija, belda grija, bular hammasi bir-biriga bog'liq. Oddiy misol qilib tushuntiraman. Kerakli mikroelementlarni, mikroelementlar bor. Hujayralarga qon orqali yetib boradi. Ya'ni sizning ichaklaringizda u narsalar so'rilib, organizm kerakli joylarga u narsani yetib berish kerak. Aslida normada shunday ishlash kerak. Lekin sizni bitta asab tizimingizdagi bo'lgan muammo borligi uchun o'sha narsalar butun sistemaga ta'sir qiladi va zavodni u sexi, bu sexi ishdan chiqadi. O'rta hisobda zavod yopiladi. Zavod yopildi degani bu o'lim bilan tugaydi. Uni bilasizlar. Kimgadir masalan bu o'lim bilan deganimda o deb yozib tashamanglar, oshqozon ichakdan o'lim bilan tugaygan yo boshqa. Men demoqchimanki, oshqozon ichakda rak paydo bo'lishi yo bo'lmasa boshqa o'sma kasalliklarni paydo bo'lishi, bularni hammasini negizida sizning miyangizdagi faoliyat yotadi. Buni fakt bilan isbotlangan. Hozirgi chiqqan esimda chiqdi. Novaya nemetskaya meditsina yoki novaya germanskaya meditsina degan yo'nalish bor. U narsa ikkita tom kitobdan iborat. Mana shu kitobda agar topa olsanglar, novaya nemetskaya meditsina degani
ana shu narsada faktlar bilan isbotlab bergan, ya'ni psixologik holatni bir joyda rak bo'lib qolishida va o'sha rakni keltirib chiqargan asosiy sabab insoniyatni miyasida birinchi achak paydo bo'lganida va bir mana shu dunyoviy narsalarni deb turib o'zida bir qattiq stress o'tkazgan odamlarni analiz qilganda bu narsa 100% isbotlab berilgan. Shu uchun hurmatli tomoshabinlar, hurmatli bemorlar, bir dardingizni davolashda agar meni oyog'im og'riyapti, oyog'imni davolab qo'ysang bo'ldi, bu vaqtinchalik lecheniyalar. Agar sizni oyog'ingizni sababi oshqozoningizda desam, bu kulgili tuyuladi. Yo'lmasa sizni oyog'ingizni yo belingizni og'rishi sizni miyangizda desam, bizni tushunmagan odamlar kulib tashlashi mumkin. Shu uchun aql idrok bilan ish qilish kerak. Sizni bir joyingiz og'riyaptimi? Buni asosiy sababini davolash kerak. Afsuski, hozirda meditsinada shunday narsalar bo'lyapti. Bu simptomatik lecheniyalar bilan qolib ketyapti. Simptomatik lecheniya degani bu o'sha og'rigan joyda o'zini blokirovka qilib qo'yish, uni sababini oqtarish emas, yo'lmasa uni sababini davolash emas. Sababini oqtarish hamma vaqt qiyin. Sababini yo'qotish, davolash hamma vaqt qiyin. U qiyin yo'l bo'ladi. Unga birinchidan biz meditsina xodimlari ham bardoshimiz yetmay qoladi gohida. Siz aziz bemorlar ham bardoshlaring yetmaydi. Chunki tezroq og'riq qolsa, tezroq bitta ukolni qilsa, kasalda holati yaxshi bo'ladi, kasalda psixologik holat tiklanadi, asl sabab tagida qolib ketaveradi. Shu uchun hurmatli oshqozonida, o'tida muammosi bor bemorlar, mana bu narsalarni bir tahlil qilib, o'zlaring analiz qilib ko'ringlar. Agar shu muammolar kimni bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta bu narsa, mana bu videolarni tashab qo'yinglar, ko'rsin, o'rgansin. Balki muammo shuncha vaqtdan beri davolanilmayotgan bo'lsa, agar muammo boshqa joydan boshlash kerakdir lecheniyani. Tushunyapsizlarmi? Organizm silikon davolanish kerak, ya'ni to'liq davolanish kerak. Hech qachon bitta sohani, даже oshqozon ichak sistemasi ko'z nuringizni yo'qotishgacha olib boradi. Tushunyapsizmi? Ko'z nuringizni yo'qotishni siz insultdanman yo bo'lmasa miyamda qon aylanishi yaxshi emas, ko'zimni tekshirtiraman yaxshi, lekin xiralashishi bor, mana bu narsalar hammasi borib imенно tagini surishtirsa yana shunaqa narsalarga boradi. Shu uchun sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bu sistemalar haqidagi videoroliklarimizni kuzatib boringlar. Har bir soha haqidagi o'sha asab bilan bog'liq holatlarini yoritib borishga harakat qilamiz.